uyqu doriga o'rganmaylik. Bunda nima qilish kerak? Men ko'p tavsiya beraman. Uyqu doriga o'rganmaylik. Ya'ni uyqu dori snatvorniy degan gruppa bor. Uyqu chaqiradigan dorilar bor. Ularning yomon xususiyati o'zida o'rganish chaqirib qo'yadi. Ya'ni o'ziga o'rgatib qo'yadi. Ana shundan qochish kerak. Birinchi navbatda uyqusizlikning sababini aniqlash kerak. Tushundingizmi? Mana uyqusizlikning sababi yuqorida aytganimdek, tinmay keladigan fikr, xayollar bo'lishi mumkin. Uni snatvorniy bilan yolg'ondan uxlatib qo'yib bo'lmaydi. Demak, miyani tinchlantirish kerak. Miyaga kerakli bo'lgan oziqalarni berish kerak. Miyaga kerakli bo'lgan moddalarni berish kerak. Miyamiz shunaqa zo'r tuzilganki, u agar tinch bo'lsa, o'ziga kerakli narsani topib oladi. Tushundingizmi? Ana shu narsaga e'tibor berish kerak. Bu holatda ko'pincha agar kimdadir shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, albatta birinchi navbatda men tavsiya qilaman mutaxassisga murojaat qiling. O'zingizcha uyqusizlikni davolashga harakat qiling. Chunki o'zingizcha davolab turib, ko'p dorilarni kasha qilib ichib, organizmni ko'p holatlarida asoratlantirib keyin kelishadi. Men bu dorini ichaman, sannat ichaman, balo ichaman, battar ichaman deb keladi. Baraka topkunlar. O'rganib qolasan, siz o'rganib bo'lganman deydi. Mutaxassisga nimasi qiyin, keyin u dorilardan chiqarish kerak. Keyin qayta uni sababini aniqlash kerak. Keyin uyqusizlikning sababini yo'qotish bilan shug'ullanish kerak. Vaqt ketadi. Bemor ko'p miqdorda dori ichib qo'ygan bo'ladi. Bu ham o'ziga yarasha organizmga nima qiladi? Nagruzka beradi. Shuning uchun birinchi navbatda bu holatda mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi.